Emas, 3 ta kraskasi toza bo'lgan avtomobil olib kelib qo'yganmiz. Spark Cobalt Nexus. Do'stlar, Spark'ga 1,5 ming dollar bilan qo'yib qo'yganmiz. Kelasizlar 1100 dollar beringlar, bo'ldi. Hamma xarajat ichida. Kraskasi toza, 60 ming yurgan. Mashina probeglari, salon holatlarini ko'rib olsanglar bo'ladi. Gazlari bilan tayyor holatda turibdi. Cobalt 24 avtomat, kraskasi toza. 1000 dollar bilan qo'yib qo'yilgan. 500 dollar beringlar, bo'ldi do'stlar. Hamma xarajat sizda. Ko'rsanglar bo'ladi. Salon holatlarini. Bu ham gazlari bilan tayyor holatda. Mashinamiz 58 ming yurgan, 24 Cobalt avtomat. Nexus avtomat 21 48 ming yurgan. Kraskasi toza, gazi bilan. Mashinani 1300 dollar bilan qo'yib qo'yganmiz. 1000 dollar beringlar, olib ketaveringlar. Do'stlar, tayyor holatda turibdi mashinamiz ham. O'sha aytgandek, gazlari bilan bo'lgan mashinamiz ham bemalol o'sha aytgan boshlanish to'lovlarida xarid qilsanglar bo'ladi. Do'stlar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib turib ushbu avtomobillarni bir kun ichida o'z nomingizga rasmiylashtirib kelsanglar bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar.